Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Ozoda Nursaidova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur xonanda Ozoda Nursaidova insonparvarlik yuzasidan yana bir saxovatli ishga qo'l urdi. U hech kimga bildirmasdan avtohalokatga uchragan aktrisa Sabrina Jabborovaning Turkiyadagi operatsiya xarajatlarini to'lab berdi. Hodisaning tafsilotlari. Eslatib o'tamiz, 2024-yil Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipini suratga olish jarayonida Sabrina Jabborova avtohalokatga uchragan edi. Hodisa oqibatida u jiddiy jarohat olib, uzoq muddat davolanishga majbur bo'ldi. Sog'lig'ini tiklash uchun Jabborova Turkiyaga jo'nab ketgan. Hammasi sir saqlangan holda Ozoda Nursaidova aktrisaning operatsiya xarajatlarini to'lagani ma'lum bo'ldi. Bu haqida faqat Sabrina Jabborovaning yaqinlari xabar topib, xonandaga samimiy minnatdorchilik bildirishdi. Tarmoqlarda tarqalgan surat va videolarda Sabrina Jabborovaning do'stlari va yaqinlari uning salomatligi haqida ma'lumot olmoqda. Ozoda Nursaidova ham aktrisaning holidan xabar oldi va uning tez fursatda to'liq tuzalishiga umid bildirdi. Video muloqot davomida Jabborovaning yaqinlari xonandaga tashakkur izhor qildi. Ular Ozoda Nursaidovaning qo'llab-quvvatlashi va yordami uchun oilasi nomidan minnatdorchilik bildirdi. Ozoda Nursaidovaning munosabati. Ozoda Nursaidova o'z so'zlarida bu ishni insonparvarlik yuzasidan qilinganini va Sabrina Jabborova butkul sog'ayib O'zbekistonga qaytishi uchun oxirigacha yordam berishini ta'kidladi. Uning bu saxovatli ishi muxlislar va san'at olami vakillari tomonidan katta iliqlik bilan kutib olindi. Bu voqea Ozoda Nursaidovaning nafaqat san'at sohasida, balki insonparvarlik borasida ham buyuk qalb sohibi ekanini yana bir bor namoyon qildi, deyiladi xabarda. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.